Sizlardan kelgan savollardan bittasiga javob beraman. Lekin ozgina vaqtim bo'lmadi savollarga javob berishga. Xo'p, kelgan savollardan biri varikocheli operatsiyasidan keyin shans ko'proq bo'ladimi? Bu savol juda ham ko'p yigitlar menga yuborishadi. Xuddi siz bergan savol bo'yicha bugun patsient ko'rdim. Bu er-xotin turmush qurganiga 6 yil bo'lgan. 6 yil ichida kirmagan, eshigiga qolmagan, hamma tekshiruvlardan o'tishgan. 8 oy oldin varikocheli operatsiyasini o'tkazgan, u ham natija bermagan. Varikocheli operatsiyasi qachon qilinadi va qancha vaqt ichida sizda natija berishi mumkin? Agar sizda haqiqatan ham tuxumdondan qon kelib ketish sirkulyatsiyasi buzilgan bo'lsa, urug'ingiz o'ta sifatsiz bo'lsa, urug'ingiz harakatchanlik past bo'lsa, varikocheli operatsiyasi qildirishingiz mumkin. Lekin shansingiz faqat 30% bo'ladi. Bor shunaqa bemorlarning operatsiyadan keyin homilador bo'lib ketgan ayollar. Bor shunaqa bemorlarning operatsiyadan keyin natija olmaganmiz. Sizda 6 yildan beri natija bo'lmayaptimi? 8 yildan beri natija bo'lmayaptimi? Bo'ldi, boshqa yana dash kutish kerak emas. Yana gormon terapiya yoki yana qayta varikocheli operatsiya qildirish yoki qanaqadir yana usullari bormi deb qidirmasdan, hozir zamonaviy usullar chiqib ketgan, ya'ni eko. Eko orqali siz farzandli bo'lishingiz mumkin, chunki sizga 5 kunlik homila qo'yiladi va siz tezroq natija olasiz, tezroq homilador bo'lasiz.